Mana endi uyqudan turdim. Endi hozir men fermamga qarayman. Hozir mana bularni olaman, mana bularni sabzavotlarni olaman, mana. Endi qaytarib ekib qo'yamiz. Bir yo'raman. Yo'q. Mana. Hammasini ekib bo'ldim. Endi buni ekib chiqaman. Mana. Tez ekaman. Jonim mer aytgan edi. Jonim merga buni olib borib berib, uyimda mazza qilaman. Keyin baliq ovga chiqaman. Baliq yegim kelgan edi. Baliq ovga chiqib, men baliq olib kelaman. Yangi qarmoq olib kelgandim. Janob mer. Kelaver. Hop, kirdim mana. Janob mer. Qansiz? Men mana bu yerda yashab turibman. Nega? O'zim bitta meni zombi kechasi quvib kelganda mana shu yerga yashinib olgan edim. Hey! O'zim sabzavotlarni olib kelganmisan? Sabzavotlarni olib kelganman. Janob mer. Mana bu shkafchaga qo'yaver. Xo'p, oylikni bermaysizmi? Yo'q, keyingi haftada beraman. Xo'p, janob mer, hozir qo'yaman. Janob merni kechasi oqshom zombi quvlab kelgan ekan. Yo'q. Kechasi zombi quvlab mana buni tagiga yashinib olgan ekan. Yo'q. Hozir men boramandagina men baliq ovga tushaman va mazza qilaman. Mana baliqni qovurib yeyman. Qarmoqni kecha yangi olib kelgan edim. Borib qo'limda shu qarmoqga ishlatdim. Bittagina shu qarmoqchaga ishlatdim. Mayli, hozir qarmoq bilan baliq ovga chiqamiz. Hozir mana bu yerdan boramiz, baliq ovni qilamiz va kelamiz. Mana buni otamiz va hozir baliq ovlaymiz. Baliqlar kelib qolinglar, baliqlar kelib qolinglar. Baliqlar kelib qolinglar. Shilliqit bor, yeysizlar. Kelib qolinglar. Kelib qolinglar. Mana seni yaramas tovuq. Kelib qolinglar, baliqlar, kelib qolinglar. Hozir baliq kelgani yo'q, ana bittasi kelyapti. Yo'q, qochib ketdi. Kelyapti. Mana. Qarmoq bilan ololmay qoldim. Yaramas. Mana hozir kelib qolinglar, baliqlar, kelib qolinglar. Shilliqit bor. Mana baliq ovladim. Yaxshi. Mana buni otamiz. Yo'q. Mana bo'ldi. Endi baliq ovlashni yana boshlaymiz. Baliqlar kelinglar. Hozir baliqlar kelyapti. Yana bitta. Mana yana tutdim. Yaxshi do'stlar. 1-2 loy olaman, chunki men yana bitta ferma qurmoqchiman. Uni o'zimga emas, sotaman buni, pullarini olaman bitta va mashina olaman. Va mana yana tutdim. Hozircha bu yetmaydi, hali ko'p tutaman. Hozir baliqlar kelinglar. Baliqlar kelinglar. Iltimos, shilliqit bor axir. Sen nega qarayapsan? Mana buning go'shti ham olaman. Tovuq go'shti yaxshi. Patini mana shu yerda tursin. Mana uzilib ketibdi. Mayli, nima ham dedik. Turaman.
Hozir baliq bilan buni tutib olaman. Yo'q, tutolmadim. Ozgincha qoldi. Mayli, keyingisida tutaman. Mana hozir keladi va men buni bemalol ovlayveraman do'stlar. Sizlar bo'lsa videoga obuna bo'lib, videoga like bosingizlar va men 20 ta obunachi bo'lishim kerak. Sizlar bo'lsa videoga like bosingizlar va men balig'imni ovlayman. Mana videoga like bosingizlar. Sizlarga qaysi YouTuber yoqadi, Artifact, Hacker, o'shalarni ham kommentariyaga yozib qoldingizlar. Va men baliq ovlashni boshlayman. Sizlar esa tomosha qilasizlar. Va bo'ldi, hozir baliqni ovlayman. Hozir kelgani yo'q. Baliqlar, kelinglar. Oh, kelyapti mana baliq. Mana tutdim. Hozir yana 3 ta tutay. Ikkalasidan ham 3 ta tutaman va men yurdik ovlab uyga boraman va damni olaman. Mana qanmoq, lekin juda qimmat ekan. 33 mingga sotib oldim, juda qimmat. Uzungacha borar ekan va tutib oldim desam, yo'q, o'xshamadi. Yomg'ir ham yo'qdi, kechasi ham bo'ldi. O'zi kechasi bo'lganda baliqlar ko'p keladi. Ona kelyapti, mana. Yo'q, yana tutolmadim. Mana yaramas yomg'irdi deb. Mayli, nima ham derman, yana tutolmadim. Hozir tutaman. Baliq keladi, tez kelsin. Yaramas baliqlar, kelib qolinglar, baliqchalar. Shilliqdan olinglar. Baliqlar negadir kelmayapti. Hali men juda ko'p narsalar qilaman. Tez kelinglar. Hozir bitta tutaman, yo'q, tutmayman. Kelish ham qiyin. Ana kelyapti. Hozir olaman. Kelsin. Baliqlar kelsin. Hozir keladi. Kelib qolinglar, baliqchalar. Kelmayapti baliq. Kelib qolinglar. Mana bu yomg'irdi deb kelmayapti, yaramas yomg'ir. Mayli, yog'aversin, hozir men tutaman. Sizlar esa tomosha qilaveringlar hali ham. Mana bo'ldi. Hozir men yer kovlayman. Mana bu yerdan kovlayman. Xohlagancha yer kerak menga. Mana. Vot. Bu nima? Do'stlar. Yo. Vat. Bu nima? Kim qurdi buni? Qaysi yaramas qurdi? Sassiq ekan, mana bu sandiq bor ekan. Kim qurgan bo'lsa ham yomon qilibdi. Maylan derdim, buni ochaman sandiqda. Lekin juda sassiq ekan. Mana bu yer sasib yotibdi. Hozir mana bu sandiqni ochaman. Yo! Do'stlar, buni olmasam bo'lmaydi. Hozir hammasini olaman va boy bo'ldim do'stlar. Mana bu bunkerda mana bu narsalarni topib oldim. Yaxshi degani, endi men hech qanday fermer qurmayman do'stlar. Yaxshi. Hozir mana buni olaman. Bu yerdan chiqaman. Mana buni ham kerak emas.
Mana bunday ko'mib ketaman bu yerni. Lekin kim qurgan bo'lsa ham yaxshi qilibdi. Lekin xazinalarini qurgan bo'lsa ham yaxshi qilibdi. Lekin bunaqa sasligini qilgan bo'lsa ham yomon qilibdi. Mayli, nima ham derdik. Hozir yana bitta tutaman. Endi uyimga borib mazza qilib yotaman. Janob Merni kechasi zombi quvlagan ekanmish. What the fuck? Janob Merni zombi quvlagan va yashin olgan. Do'stlar, zombidan ham qo'rqadimi? Demak, Janob Mer qo'rqoq ekansan. Nima bu? Yo'q. Mana bu sassiq narsa, nima bu? Baliq deb tutibman. Jin ursin. Yo'q. Barmog'im ham uzilib ketdi. Hozir endi kelsin. Hozir keladi. Ana. Yo'q, qochib ketdi. Mana tutdim, bo'ldi. Endi uyga kirib mazza qilib damimni olaman. Hozir boraman uyga. Telefonimni olaman. Bo'ldi. Sizlar bugun uyimga borguncha obuna bu videoga like bosingizlar. Mana olamiz. Va mana bu qarmoqlarimni qo'yaman. Mana bu lekin juda zo'r ish bo'ldi. Endi hozircha taxlayman va mana endi mana bu tovuq go'shtini ham kechasi qovurib hammasini yeyman. Bo'pti, ko'rishguncha bugungi video tugadi. Sizlar bo'lsa videoga like bosingizlar, har doimgidek. Bo'pti.